Umraga kelish istagini ancha yillardan burun orzu qilganman. Hammasi o'ta yuqori darajada bizga xizmat ko'rsatildi. Mana bu yerga bizga 50 yoshi bo'lib kelgan Jaloliddin o'g'limga ham rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Lekin bu yerga O'shdan, Namangandan uchishga ancha qiynalib bora olmayman deb yurardim. O'sha Andijon shahridan to'g'ridan to'g'ri Madina shahriga uchdik. Parvoz davomida hech qanday muammolar bo'lmadi. Parvozimiz juda oliy. Hech qanaqa bir nimasi bo'lgani yo'q. Juda ham yaxshi chiroyli uchib keldik. Makka va Madinada ham bizni juda chiroyli qilib kutib olishdi. Balki menejment kompaniya rahbarlariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Avtobuslari ham yaxshi, yumshoqqina. Ka'bani birinchi marotaba ko'rganimda xuddi ko'zlarimdan yosh hech ham tiyilmadi. Shu kompaniya orqali kelishlaringni tavsiya etaman. Bu ikki kompaniyasi yaxshi ishlaydi ekan, endi shunday kelishni tavsiya qilaman. Go'zal Andijonimizga mana bugun yo'l olyapmiz. Bu ikki kompaniyasini hammaga tavsiya qilaman. Butun vodiy ahliga tavsiya qilaman. Ayniqsa yoshlik davrida kelish kerak ekan.